Ayollarga o'rtoqlar e'tibor kerak. E'tibori ichida juda ham ko'p narsalar bor. Uning ichida qo'llab-quvvatlash, uning ichida himoya, uning ichida katta duh, jasoratni yonida ekanligi, kichkina joni shu jasoratni himoyasida ekanligi, moddiy tomondan hali ertangi kunga nima bo'lishini o'ylamasligi, nima uchun, qanday va qanaqa qilib yig'aman, qanday qilib eplayman degan narsalarni bo'lmasligi, mana shu hammasi e'tiborning ichida. Na bir nima deb javob beraman endi qaynonamga deyish, na bir farzandlarga nima kiydiraman deyish yoki bo'lmasa qanaqa qilib ota-onamni ko'rib kelaman, ruxsat berarmikin deyish, bunaqa narsalar bo'lmaydi. E'tiborning ichida faqat va faqat sevgida yashashni, sevgida to'lib toshishni his qila oladi va sevgida bo'lgan munosabatlarda har doim natija ijobiy yakunlanadi.